Özünü tekşürüş ve özüdün hesap eliş. Möhterem Müslümanlar, Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de şundaq deydi. Sizler qayerda bolsanglar, Allah sizler bilen birge. Allah kılıvatkan işinlarni körüp durdu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste şundaq deydi. İhsan, xuddi Allah Taala'nı körüp durgandek onunğa ibadet qilishdir. Sen onu görmüsangmi, o seni körüdü. Aziz müminler, Ulug' Allah kainatning ko'z qarchiq süptida yaratgan insonni o'z mayliga tashlab qo'ymagan. İnsan her daim ilahi bir nazorat va kuzatish ostidadir. Vaqti kelganda hisoblash uchun qilgan atganlarining hammasi xotirlanadi. Qur'oni Karim bu haqiqatni shundoq ifodalaydi. İnsanning o'ng tarafida va so'l tarafida o'ltirib xotirlaydigan ikki farishta bor. U qandoq bir so'z qilmasin, uning oldida hamon bir farishta hozir bo'lib kuzatib turadi. Qadrli musulmonlar, dunyo oxiratning ekinzorligidir. Bu yerga kelgan hamma odam oxirat yurtiga ko'chidi va hamma banda tergan narsasining hosulini ko'radi. Kimki dunyoda zarrachilik yaxshilik qilsa, uning mukofotini ko'radi. Yana kimki zarrachilik yomonlik qilsa, oxiratda bu qilmishi bilan hamon yuzlashadi. Parvardigorimiz, ey mu'minlar, Allohga taqvodorlik qilinglar. Hamma kishi atiga nima tayyorlaganligiga qarasin so'zi orqali oxirat uchun tayyor turishimizni buyuradi. Bizni muroqaba, ya'ni o'z-o'zidan hisob elishga chaqiriq qiladi. Muroqaba bo'lsa, nima uchun yaratilganligimizni, qayerga kelib, qayerga ketib boradiganligimizni o'zimizdan so'rab turishdir. Xatoliklarımızın ve günahlarımızın hesabını qilib, ularning o'rnini to'ldirishga urinmoqdir. İmanımızdan kuch ilib, aqlimizni ishlatish orqali nafsimizni boshqarishdir. Shaytonning hiyla-mikirlariga va dunyoning tugumas havaslariga aldanib qolmaslik uchun har doim hushyor turishdir. Muroqaba ko'ngilni Allohga bog'lab, samimiyat bilan ibodat qilishdir. Yaxshi ishlarda va taqvodorlikda baslashishdir. Hürmetlik müminler, özünü bilip ve Rabbiga ishinib yashash bir Müslümanның hayat sermayesi. Ötmüşten ders ilip, bugünning qimmatini bilgen, kelgüsini iman ve ihsan üstüge planlagan kişi mükemmellikka erişidi. Amaliyatda Rasulimiz bizni özümüzni tekshirib turishga chaqirdi. Qiyomat kuni inson bu 5 narsadan hisob bermigicha Rabbining huzurida bir yerga qimirlayolmaydi. Hayatını qandaq maqsadda o'tkazganligi, yoshligini qandaq o'tkazganligi, mol boyligini qayerdan topganligi, uni qayerga ishlatganligi va bilganlarga amal qilib qilmaganligi. Aziz musulmonlar, xutbamni oxirlashtirishdan burun yuqum ahvoli qarshi turish masalasida o'zimizni tekshirib turishimiz kerakligini eslatib o'tmoqchiman. Bu kurashda vazifamiz bo'lsa, angliq harakat qilish xususida sezgurligimizni yanada kuchaytirishdir. Bexastalik bilan hargiz musal qaramayli. Eskartishlarga quloq solayli. Kishi haqqiga kirmasligimiz uchun ogohlantirishlarga rioya qilayli. Kasallik boshlangandan buyon tirishchanliklarni bekor qilib o'tmayli. Bu munosabat bilan hammaga qodir Rabbimizdan yuqumga qarshi turish jarayonida vafot bo'lgan barliq qarindoshlarimizni bo'libmi saqliq sohasidagi pitakarlarimizni shahidlik darajasiga yetkazishni va bemorlarimizga yaqin fursatda shifolik berishini tilayman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.